xizmati deylik, ko'p odamga foydali manfaati tegib turadi. Yana qo'shimcha unga mana shu qabristonga shunchalar 216 metri devorni noldan qilib buzuq qaytadan yana betonni havli hamyoni qilib berdi. Xudoy taolo osonlaringizni qabul qilsin. O'tgan hojlarimiz bo'lganlar jo'ra hojlarimiz saloh Xudo ruhonlarini shod qilsin. O'tgan joylarni jannat bog'chalaridan qilsin. Onalaringiz mana jonamiz rohlarni shod qilsin. Alvat tog'am bor, mana Ahadjon tog'am bor. Hammalarini Xudoya Parvardigor g'ariki rahmat shoyista jannat qilsin. Sizga ham Xudoy taolo barcha qilayotgan kasblaringizga, kamolotingizga, molingizga, joningizga, tijoratingizga Alloh taolo baraka, xayr o'zi ato aylasin. Farzandlarga Xudo kamolga yetkazsin. Ahloda zaillar o'sha farzandlarga bosh bo'lib, ularning haqlarini yaxshi bir duolar bo'lib, Xudo nasib ro'za aylasin. Bu qilingan ehsonlarni qiyomat kunida boshlariga soyabon qilsin. Bir bizni mana o'tiradigan joyimiz tashkil bo'lganiga boringki 1977-yil mana shu bino bo'lgan. Mana katta binomiz. Jo'ra hoji akam boshliq, bir tomonni men ushlaganman ekan, bir tomonni u kishi. O'tanib Isroil aka rais edi, Xudo rahmat qilsin. Shu kishi joy bergan. Shu oqsoqollarni shu joyda bino qilishgan. Undan keyin mana hoji akam mana ikki xonani bino qilib berdi. Mana naveslarni qilib berdi, narigi naveslarni qilishib berdi mana. Xolmurat akam Muzaffari mana mo tomonda naveslarni Xolmurat akam qilib berdi. Davron akam, To'rayev Davron akam bilan. Narigi tomonda Qo'chqorov Abduhalim akam qilib berdi. Onu o'tirish va 3 xonani Ahadjon bilan biz ikkalamiz o'zimiz urinib ko'pchilik bo'lib uni qildik. Tursunbek aka misoldan narigi qo'mpirish Tursunbek akam egan berdi. Narigi tomonga xonalarni o'qib berdi. Mana hozir ko'rib old tomonda naveslarga Azizjonda katta ishtiroki bor. Zapar, fermer Zaparda, bunisiga Abrorda juda katta xizmatlari bor. Ular o'shalarda xizmati bilan shunchalik joyimiz obod bo'lib turibdi. Mana tomonda hozir mana Oxantova degan Anvarjon onu binolarda qilib berdi. Nihoyatdan chiroyli qilib suvlarni tushirib, chiroyli holatga keltirib qo'ydi. Bu Jabbor Qodirjonning o'g'illari mana misoldan Azamjon, G'ofir, boshqalari mana qancha yordam qilib 100 metrdan istollarni qilib berdi, naveslarni qilishib berdi. Bunga juda katta yordam qilishdi. Mana hozir Jo'ra hoji akamning o'g'illari Husanboy mana 216 metrlik eski qilingan, uni ham Jo'ra hoji akam bilan Ahadjon boshliq biz o'zimiz qilgan edik, yordam qilgan edik. Bo'luvdi boshqalardan yana noldan boshlab shuni hozir 216 metr devorni mana tiklashib, bugun qozorizda bo'lish arafasida turdi, bo'ldi hisobida. Shu bularga endi Xudo umrlarini o'zining rizqlarini ulug' qilsin. Bundan keyin ham xalqimiz intibo bo'lsin. Farzandlarimiz nimagaki Cho'lguliston xalqi nihoyatda ham himmatli. Biz ko'rdik, mana bolalar nechtasi shetga xizmat qilgan bo'lsa, bir so'm pul olgan yo'q. Xudo uchun deb qilyapti. Alloh hammamizdan ham rozi bo'lsin. O'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin. Qolganlarimiz salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bersin. Bundan keyin bizdan keyin avlodlarimiz ham hammasining himmatini baland qilsin. Allohu akbar. Rahmat.